Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan tizza bo'g'imi, artikulatsiya genus haqida gaplashamiz. Tizza bo'g'imi organizmdagi eng murakkab tuzilishga ega bo'lgan bo'g'im hisoblanadi. Ushbu bo'g'im quyidagi suyaklardan tashkil topgan: son suyagi os femur, tizza qopqog'i patella hamda katta boldir suyagi os tibia. Ushbu suyaklar orasida tizza bo'g'imini hosil qiluvchi ikkita alohida bo'g'im mavjud. Birinchi bo'g'im son suyagi hamda tizza qopqog'i orasida hosil bo'luvchi artikulatsiya femoropatellaris hamda ikkinchisi son suyagining distal uchi hamda katta boldir suyagining proksimal uchi orasida hosil bo'luvchi artikulatsiya femorotibialis bo'g'imlari mavjud bo'ladi. Birinchi bo'g'im demak femoropatellaris bo'g'imini ko'rsak, ushbu bo'g'im shakl jihatdan yassi bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bo'g'imni hosil qiluvchi yuzalar quyidagilar: tizza qopqog'ining orqa yuzasida joylashgan facies articularis bo'g'im yuzasi va unga mos ravishda son suyagining distal uchida joylashgan facies articularis patellaris bo'g'im yuzasi mavjud bo'ladi. Ikkinchi bo'g'im artikulatsiya femorotibialis bo'g'imi. Bular bikondyulyar bo'g'im hisoblanadi. Ya'ni son suyagi kondyulusi hamda katta boldir suyagining kondyuluslari orasida hosil bo'lganligi uchun bikondyulyar bo'g'im deb ataganmiz. Bo'g'im shakli ikkita bo'g'im shaklining kombinatsiyasidan hosil bo'lgan. Ushbu bo'g'imlar oshiqsimon bo'g'im ginglimus va demak silindrsimon bo'g'im artikulatsiya traxoidea bo'g'imlarning kombinatsiyasi hisoblanadi. Aynan mana shu bo'g'im. Yuqorida hosil bo'lgan ikkita bo'g'imning ustidan yaxlit bitta bo'g'im kapsulasi qoplab oladi. Bo'g'im kapsulasini ikkita qavatdan iborat deb o'rgangandik. Tashqi qavat stratum fibrosum, ichki qavat stratum synoviale. Tashqi qavatning asosiy vazifasi bo'g'imni tashqi tarafdan qoplab, uni mustahkamligini, ya'ni bir butunligini ta'minlab turish bo'lsa, sinovial qavatning asosiy vazifasi bo'g'im yuzalarini ustidan qoplab, bo'g'im bo'shlig'iga sinovial suyuqlik ishlab chiqarish. Sinovial suyuqlikning vazifalarini ham gaplashib o'tganmiz, ya'ni bo'g'im yuzalarini bir-biriga ishqalanishini kamaytiradi, bo'g'imning harakatini osonlashtiradi hamda bo'g'imni qoplab turgan tog'ayni oziqlantirish funksiyasini bajaradi. Tizza bo'g'imini hosil bo'lishida qo'shimcha bo'g'im komponentlari sifatida menisklarni ko'rishimiz mumkin. Meniscus medialis, meniscus lateralis. Undan tashqari mana bu yerda joylashgan yog' tanachasi mavjud. Ushbu yog' tanachasi corpus adiposum infrapatellari deb ataladi. Ya'ni tizza qopqog'idan pastroqda joylashgan ushbu yog' tanachasi fibroz hamda sinovial qavatlarni orasida joylashgan yog' tanachasi bo'lib, asosiy funksiyasi bo'g'imni bir-biriga moslashtirish, ayniqsa harakat vaqtida. Undan tashqari tizza bo'g'imi atrofida suyuqlik bilan to'lgan qopchalar, ya'ni bursalar mavjud bo'ladi. Tizza bo'g'imi o'zida eng ko'p bursa saqlagan bo'g'im hisoblanadi. Ushbu bo'g'imda 20 dan oshiq suyuqlik qopchalari mavjud bo'ladi. Suyuqlik qopchalari ikki xil bo'ladi. Ya'ni bo'g'im bo'shlig'i bilan aloqasi bor yoki yo'qligiga ko'ra. 90% bursalar bo'g'im bo'shlig'i bilan aloqasi bo'lmaydi. Demak, quyida bir nechta bursalarni ko'rib ketamiz. Birinchi bursa bu bursa subcutanea prepatellaris, ya'ni teri ostida joylashgan mana bu tizza qopqog'ining oldidagi suyuqlik qopchasi. Keyingisi bursa subcutanea infrapatellaris. Bu ham teri ostida joylashgan tizza qopqog'ining ostidagi, ya'ni pastidagi suyuqlik qopchasi. Undan tashqari har bir mushakka xos bo'lgan bursalar mavjud. Masalan, bursa anserina, bursa semimembranoza, mana bu yerda musculus gastrocnemiusning o'zini bursalari mavjud, ya'ni bursa gastrocnemiyalar. Har bir bursalar demak
o'ziga xos bo'lgan funksiya bajaradi. Ularni umumiy bog'lab turuvchi funksiyasi demak mushaklarni o'zi, ularni paylari va mana shu bo'g'im atrofida joylashgan boylamlarni ishqalanishini kamaytiradi. Ya'ni ularni harakatini yengillashtirib beradi. Undan tashqari mana bu tizza bo'g'imiga tushadigan o'sha qisqarish vaqtidagi ortiqcha bosimni kamaytirib, aynan o'shani balansga solib turadi bu suyuqlik qopchalari. Xo'p, suyuqlik qopchalarining yallig'lanishi burtsitlar deb ataladi. Undan tashqari, demak, bizda bo'g'imni qo'shimcha komponent sifatida boylamlar mavjud. Endi sizlar bilan har bir bo'g'im komponentini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'g'im komponentimiz bular boylamlar. Tizza bo'g'imidagi boylamlarni guruh-guruh qilib o'rganamiz. Birinchi guruh tizza bo'g'imidagi boylamlar kollateral boylamlar. Ikkita kollateral boylam bor. Medial kollateral boylam, lateral kollateral boylam. Bularni suyaklar bilan bog'liq holda nomlasak ham bo'ladi. Demak, ligamentum collaterali tibiali hamda ligamentum collaterali fibulari. Xo'p, ligamentum collaterali tibiali yoki medial collateral boylam bizda ancha mustahkam boylam hisoblanadi va bu boylam mana bu yerda joylashgan medial meniskga mustahkam birlashgan bo'ladi. Va shuni sababidan ham medial meniskni harakati anchagina cheklangan bo'ladi. Lateral kollateral boylam esa birmuncha kuchsizroq medialga qaraganda va bu mana bu yerda joylashgan meniskus lateralis bilan aloqada bo'lmaydi. Shuning uchun ham lateral meniskning harakati biroz erkinroq bo'ladi. Keyingi guruh bular ventral boylamlar, ya'ni oldinda joylashgan boylamlar. Birinchisi mana bu tizza qopqog'ini joyida tutib turuvchi tutqichlar. Bularni retinaculum patelli mediali, retinaculum patelli laterali deb ataladi. Xo'p, va uni o'rtasida joylashgan ligamentum patelli. Ligamentum patelli bizda muhim boylam hisoblanadi. Mana bu yerda joylashgan sonning oldingi yuzasida to'r boshli mushak, musculus quadriceps femorisni payi aynan mana shu boylam bilan davom etadi va mana bu yerda joylashgan tuberositas tibiaga kelib birikadi. Bular oldinda joylashgan boylamlar. Mana bu yerda demak tizza qopqog'ini son suyagi bilan bog'lab turuvchi ligamentum patellofemoralis medialis, ligamentum patellofemoralis lateralis boylamlar ham mavjud. Bu bizda artikulatsiya femoropatellarisni mustahkamlovchi boylam hisoblanadi. Xo'p, kollateral boylam ko'rdik, oldindan boylamlar ko'rdik. Endi darzal boylamlarga o'tamiz. Darzal qismida birinchi ko'radigan boylamimiz bu demak ligamentum popliteum obliquum, ya'ni taqim chuqurchasini taqim yuzasida joylashgan qiyshiq boylam. Xo'p, ushbu boylam mana qiyshiq yo'nalgan hisoblanadi va bu mana bu yerda joylashgan musculus semimembranosusni bitta birikish nuqtasi hisoblanadi. Aynan mana shu mushak. Xo'p, keyingi darzal boylam bu ligamentum arcuatum. Ligamentum arcuatum popliteum mana bu yerda aynan ravoqni hosil qiladi. O'zi ham demak ravoqsimon yo'nalgan bo'ladi. Bu darzal qismida joylashgan boylamlar. Xo'p, e'tibor bersak, hozir biz mana bu bo'g'im kapsulasini tashqarisida joylashgan ekstrakapsulyar boylamlarni ko'rdik. Endi sizlar bilan kapsulyar hamda demak intrakapsulyar boylamlarni ko'ramiz. Xo'p, bo'g'im kapsulasining ichida joylashgan boylamlar quyidagilar. Xo'p, bo'g'im kapsulasi deganda
ya'ni fibroz hamda sinovial qavatlarni orasini tushunishimiz kerak. Ya'ni mana bu masalan hozir ko'rib o'tadigan mana xochsimon boylamlar, undan tashqari mana meniskofemoral boylamlarni hozir birma-bir gaplashib chiqamiz. Ular sinovial qavatning ichida emas. Ya'ni sinovial qavat buni ustidan qoplamagan. Sinovial qavat hamda fibroz qavatni orasida joylashgan boylamlar hisoblanadi bular. Xo'p, demak, har bir boylamni birma-bir ko'rib ketamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan boylamimiz oldingi xochsimon boylam, ligamentum cruciatum anterior. Ushbu boylamni boshlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, condylus lateralisning medial yuzasi dan boshlanib, oldinga qarab yo'naladi va mana bu yerda joylashgan old kondyluslar aro maydon area intercondylaris anteriorga borib birikadi. Ikkinchi boylam bu orqa xochsimon boylam, ligamentum cruciatum posterior. Ushbu boylamni boshlanish qismi condylus medialisning lateral yuzasidan boshlanib, orqaga qarab yo'naladi va orqa kondyluslar aro maydon area intercondylaris posteriorga kelib birikadi. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda demak, mana bu meniskuslarni son suyagiga bog'lab turuvchi oldinda hamda orqada joylashgan boylamlar mavjud. Birinchisi bu orqada joylashgani ligamentum meniskofemorali posterior va oldinda joylashgani ligamentum meniskofemoralis demak anteriori mavjud bo'ladi. Xo'p, shu bilan birgalikda mana bu yerda ikkita menisklarni oldingi tarafdan birlashtirib turuvchi ligamentum transversum genus mavjud. Bularning hammasi demak intrakapsulyar boylamlar hisoblanadi. Keyingi qo'shimcha bo'g'im komponenti bular menisklar. Menisklar tizza bo'g'imida mavjud bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan qo'shimcha bo'g'im komponent hisoblanadi. Menisklarning asosiy vazifasi mana bu sonni hamda katta boldirni demak kondyluslarni bir-biriga moslashtirib turish. Xo'p, menisklar ikki xil bo'ladi, ya'ni medial menisk hamda lateral menisk. Medial menisk o'ziga xos bo'lgan tuzilishga ega, shakl jihatidan demak S harfini eslatadi, ya'ni C inglizcha C harfini eslatadi. Va ushbu menisk juda ham qattiq fiksatsiya qilingan, ya'ni mushaklar va paylar hisobidan. Boya gaplashib o'tdik. Mana bu yerda joylashgan ligamentum collaterali tibiali va shu bilan birgalikda mana bu yerda joylashgan musculus semimembranosus mushaklarining hisobidan bu menisk deyarli joydan siljimaydi, ya'ni qattiq fiksatsiya qilingan menisk hisoblanadi. Xo'p, lateral menisk esa shakl jihatidan demak to'liq demak aylana shaklini eslatadi. Xo'p, bu menisk medialiga qaraganda biroz demak harakatchanroq bo'ladi. Xo'p, bunga sabab boyagi ligamentum collaterali femoralini demak disk bilan bog'lanmaganligi, undan tashqari demak mushaklarni ham kamligi, ya'ni buni fiksatsiya qiluvchi mushaklarning kamligi. Xo'p, lekin buni ham demak joydan siljimasligini ta'minlovchi mushak mavjud. Xo'p, ushbu mushakni demak aytamiz musculus popliteus. Musculus popliteus mana aynan meniscus lateralisni joydan siljishini oldini oladi. Xo'p, solishtirish sifatida aytdim, demak medial biroz mahkamroq, laterali biroz harakatchanroq bo'ladi deb. Va nihoyat tizza bo'g'imida yuzaga keladigan harakatlar haqida gaplashamiz. Tizza bo'g'imi bikondyulyar bo'g'imlar guruhiga kiritgandik, ya'ni son suyagi hamda katta boldirni kondyluslar orasida hosil bo'lgan bo'g'im.
Ushbu bo'g'im funksional jihatdan ikkita o'qda harakat bajaradi. Birinchi o'q frontal o'q bo'yicha, demak, fleksio, ekstensio harakatlarini amalga oshiradi, ya'ni bukish, yozish. Va tizza bo'g'imini bukilgan holatida, ya'ni fleksio holatida vertikal o'q bo'yicha internal hamda eksternal rotatsiyani amalga oshiradi, ya'ni ichkariga hamda tashqariga burish. Xo'p, e'tibor beramiz, aynan bukilgan holatdagina aynan rotatsion harakatlar amalga oshiradi. Ya'ni yozilgan holatda bu harakatlar amalga oshirilmaydi.